Rossiyaning Yaponiya chegarasiga yaqin bo'lgan Kuril taqim oralida 50 dan ortiq harbiy asliha qurildiganligi e'lon qilindi. Rossiya Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotida Kuril taqim oralida 30 ga yaqin harbiy asliha qurilishining tamomlanganligi bayon qilingan. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken davlat ichi gullanishini tashqi siyosatning muhim nuqtasi nomli nutq so'zladi. U Amerika yanada dunyodagi eng kuchli davlat va iqtisod, ammo Amerika texmo yaxshi qila oladi. Bo'libmi ba'zi sohalarda Xitoy qatorliq raqiblari Amerikaga yetishib oldi, hatto eshib ketdi dedi. U mundaq dedi: Amerikaning davlat ichi ul aslahalarga mablag' silishi Amerikaning yer sharidagi raqobat kuchi va ta'sirini qo'g'daydi va o'stiradi. Amerikaning diplomatiyani kuchli o'ringa ega qilishiga yo'l qo'yadi hamda Xitoy, Rossiya va ba'zi hukumatlarning atalmish Amerikaning chekinish nazariyasiga unumli raddiya beradi. Bayden hukumati Belorussiya prezidenti Aleksandr Lukashenko va uning hokimiyatiga demokratiya, kishilik huquq va asosiy erkinlikni dafsanda qilganligi sababli yangi jazo yurgizishni qaror qildi. Yana bir tarafdan Angliya 2020-yil 8-oyning 9-kuni o'tkazilgan prezident saylamining xotir kunida Belorussiyaga yangi jazo yurgizishni qaror qildi. Xitoy shifrli pul madanchiligidagi o'rnini Amerikaga tortqizib qo'yish oldida. Xabar qilinishicha, Xitoyning shifrli pul madanchiligiga qo'ygan qattiq cheklamalar sababli bu sohadagilar ko'zlarini Amerikaga tikmoqda ekan. Türkiye İYİ Partiyasının Konya'lıq parlament a'zosi Faxreddin Yo'qshapandi Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchixonasi tarqatgan Soyidagi jang nomli hujjatlik filmga inkas qaytardi. U Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi: Xitoyning bu filmini tarqatishi, bo'libmi Turkiyada tarqatishdagi eng chong maqsadi bo'lsa, Sharqi Turkistonda qarindoshlarimizga qilgan zulm, ziyonkashlik va irqiy qirg'inchilikni yoshirish va jamoat fikrini qo'ymoqtirish. Xitoy azaldan haqiqatga butunlay zid keladigan va yolg'onchilikqa to'lgan bu xil to'qilma tashviqotlarni elib beryotidi. Ammo u bizni bu xil yolg'on tashviqot bilan hargiz oldiy olmaydi. 5 burjaklik bino Amerika askarlaridan Xitoy virusiga qarshi vaksina emlashni talab qiladi. Amerika Davlat Mudofaa ministri Lloyd Austin askarlarga bergan bayonotida eng keyin degandimi 9-oyning o'rtalarigacha majburiy vaksina emlashni yo'lga qo'yish uchun prezident Baydenning tasdiqini talab qiladiganligini aytdi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Guangxi o'lkasining Beihai shahri dengiz qirg'og'ida 30 yo'lovchi o'ltirgan bir kema o'rilib ketgan. Hodisada 8 odam qazo qilgan, nurg'un odam yaralangan.